Bari bahara gitsinga. Olaman soldat bo'laman aya, katta mashinalar bilaman deydi. İltimas, sizlardan yordam beringizlar, qo'ldan kelgancha iltimas, shu bolam uchun. Bilaman, hozir ikkita mana nogiron bolangiz bilan sizga ham qiyin, oson emas. Buni hozir yuragida parogi bormi? Farzandim har zamonda sidirga beradi, bir oqshomda 4 mashinani sug'urtirib beradi. Bolalarimni dori-darmondan ortmaydi. Yordam beringizlar, iltimos sizlardan. Bitta umidim sizlardan. Ikkita nogiron bola yonida mana shunaqa holatda tursa, qaysi ayol sabr qila oladi? Shu bolam sog'ayib ketishiga yordam beringizlar, iltimos sizlardan. Bu bolachamni ko'rib turibsizlar. Ona sababi meni kelajaklarim shular bolalarim. Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, ayniqsa bizni musofirdan ko'rib turgan jigarlar. Bugun biz mana shu Tispayda rasmiy ofisdamiz. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda kun-tun sizlar uchun mutaxassislar ishlashmoqda. Shunday ekan, hurmatli aka-ukalar, Tispay ilovasi rasmiy, ishonchli. Siz peshona teringiz bilan to'payotgan pulingizni bemalol Tispay orqali jo'natishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Tispay ishonchli hamda xavfsiz. Tispay, biz bilan qulaylikni his qiling. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Shov TV kanalini kuzatuvchilari, sizlar bilan men Jamshid Ismatov. Jigarlar, bir murojaat bo'ldi. Mana shu murojaatni o'rganish maqsadida biz hozir Mirobod tumani, bu yog'i Pazdarg'om tumani, ikkalasini o'rtasiga Elbek mahallasiga yetib kelganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, ana yo'lning nariyog'i Hazrat Dovud. O'sha ziyoratgohi mana shu atrofda. Ko'pchiliklar biladi, ko'pchiliklar bilmaydi. Mana bu yerda Zafarobod degan qishloq bor. Pastda Sayram degan qishloq bor. Mana shu Sayram qishlog'ini yuqorisida bir oila mana shunday joyda bir oila yashayapti. Hozir men sizlarga holatni o'rganish maqsadida videoni to'liq sizlarga qo'yaman. Faqat sizlardan bitta narsani iltimos qilaman. Mana shu videoga bir dona like bosib, maksimal darajada shu videoni tarqatingizlar, eng katta ishni qilgan bo'lasizlar va kanalga obuna bo'lishni ham unutmaysizlar. Singlam, mana uyning holatlari. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kelingizlar qani? Mana keldik, murojaat bo'yicha murojaat qilgan ekansiz. Qashqadaryolik blogerlarga murojaat qilgan ekansiz. Keyin ular mana Samarqandda Jamshid aka bor. Shu Jamshid akaga bir murojaatlaringizni aytsalaringiz kelib o'rganadi degan ekan. 2-3 kundan beri shu Qashqadaryodagi blogerlar tomonidan menga telefon bo'ldi. Mana yashayotgan joyingiz, qaysi mahallada ekanligingizni, qaysi qishloqda ekanligingizni men mana xalqimizga tushuntirib o'tdim. Endi murojaatingiz nimadan iborat? Nima uchun bizga murojaat qildingiz? Mana shunday bir qishloqda chetida mana shu farzandlaringiz bilan yashab, mana shu bir xonali uyda yashar ekansiz. Nima bo'ldi? Yuragingizdagi bor gapni mana xalqimiz sizni ko'rib turibdi. Qandaydir murojaatingiz bo'lsa, aytsangiz, shunga qarab biz ish ko'ramiz. Men o'zim 92-yil Murodli Ozoda Qashqadaryodan Samarqandga kelin bo'lib tushganman. 2 nafar farzandim bor. Bir nafar farzandim mana didsipi bilan tug'ilgan. O'zim shar'iy nikohda yashayman. Ikkinchi farzandim ham yurak parog'i bilan tug'ilgan. Xo'jayinimni topishlari yaxshi emas. Farzandim har zamonda sidirga beradi, bir oqshomda 4 mashina sug'urtirib beradi. Bunisi qolib, unisiga e'tibor bermasam, bo'g'nisi ahvolimiz og'ir. Iltimos menga yordam beringizlar. Xo'jayinimni topgani bolalarimni dori-darmondan ortmaydi. Uylarimiz bu ahvolda, menga hech nima kerak emas. 2 farzandimni sog'lig'i kerak. Kichkina mamoni yuragida parogi bor. Iltimos menga yordam beringizlar. Shu bolam yillarga yarib katta yigit bo'lib ketishiga o'z hissalaringizni qo'shsalaringiz. O'lgancha duo qilaman.
olamam, soldat bo'laman, aya, katta mashinalar minaman deydi. Niyatlarga yetsin. Sizlarday saxiy insonlar bu yetishiga yordam beringizlar, iltimos sizlardan. Bitta umidim sizlardan. O'zi shariy nikohda yashayman. Xo'jayinim dem topishi yaxshi emas. Bu bolani har doim shunday ko'tarib yurasiz. Ben shunday ko'tarib yuraman bu. Bu yurmaydi bu. Necha yoshda, nechinchi 15 yil? yoshda bu 2012-yilda tug'ilgan. Sudurga berib qoladi bu ham. Bunga e'tibor bera olmayman hozir. Keling aravasiga o'tkazib qo'ying qani. Kichkinasi bilan bo'lib qolganman. Topganimiz mana shu yetmaydi. Mana shu pensiyasi bilan kun ko'ramiz. Bu bolachaga nima bo'ldi? Bu bolachani yuragida parogi bor. Ismingiz kim o'g'lim? Suraj. Siroj. Buni hozir yuragida parogi bormi? Yuragida parogi bor. Operatsiya qildirishimiz kerak. 35 million 40 million pul degan. Menga uni sharoitimiz yetmaydi unga. Faqat mana shu bolamiz pensiyasi bilan kunimiz o'tadi. 2012-yil tug'ilgan. 2012-yil tug'ilgan. DTSP DTSP kasalligi. deb tashxis qo'ygan. Assalomu alaykum. Assalom. Ismi kim buni? Ulug'bek. Ulug'bek? Yaxshimisiz? Dada. Aka-ukalar, bir oilada ikkita nogiron bola. Bittasi DTSP bilan tug'ilgan. Bittasini yuragida parogi bor. Ayol holiga endi holatni ko'ryapsizlar. Haqiqiy ihsonni joyi. Allohdan nima so'rardingiz? Allohdan shu ikki bolamni sog'lig'ini so'rardim. Boshqa hech narsa kerak emas menga. Shu bolam sog'ayib ketsa bo'ldi. Bitta umidim shu bolamdan. Bu bolam bunday bo'lsa, bittasi bunday. Shu bolam sog'ayib ketishini so'rayman. Boshqa hech narsa kerak emas menga. Hatto o'sha Qashqadaryogacha boribsiz-da, shu YouTube'ga chiqish uchun YouTube'ga o'zingizni xohishingiz bilan chiqyapsiz-da. Sizni O'zim hech kim xohishim bilan majburlab chiqarmayapti. Yo'q, o'zim bordim. Bolam uchun, bolam sog'ligi uchun majbur bo'ldim shunga borishga. Endi aka-ukalar Yo'q, hech kim yordam so'radim, hech qaysisi, hamma o'zi bilan o'zi ekan. Yordam bermadi hech qaysisi. qo'ldan kelgancha yordam qilishga harakat qilamiz. Aka-ukalarimiz bilan biz bugun videoni qo'yib bir maslahatlashaylik. Xudo Iltimos sizlardan xolasa. shu bolamni sog'ayib ketishiga yordam beringizlar. Mana bu bolam ko'rib turibsizlar bunday ahvolda. Umidim mana shu bolamdan meni. Boshqa iloji yo'q. Kechqurunlar og'rib qoladi, ayan nafasim qaytib ketyapti deydi. Nima yo'q bolam deyman. Bunisi sidirga berib qoladi, skori chaqiraman. Endi bunisi ham uxlamaydi. Eshiklarda o'zi o'tiradi soat 2:00larda. Nafasim qaytib ketyapti deb. Xudodan shunday so'rayman, ey Xudojon deb. Qo'llarimda sog'lig'ini bergin deb. Uxlamay chiqadi kechqurunlari. Iltimos sizlardan qo'ldan kelguncha soat 5 insonlar yordam beringizlar. Men uchun emas, Alloh uchun, shu bolam uchun, shu bolam yilga yarib yurib katta yigit bo'lib ketsin. O'lgancha sari duo qiladi. Soldatlar bo'lsin. Nima niyatlarga yetsin bolam. Yig'lamang. Siz yig'laganingizni ko'rib yuragim aka-ukalar, bir kam dunyo. Hayot mana shunday sinovlardan iborat. Ikkita nogiron bola yonida mana shunaqa holatda tursa, qaysi ayol sabr qila oladi? Turmush o'rtog'i ham shu ishlab kelar ekan, dori-darmondan ortig'iga yetkaza olmay ekan. Endi mana shunday haqiqiy hozir biz mahalla raisiga chiqdik. Mahalla raisi haqiqatan ham bular muhtoj dedi. O'sha homiylar orqali qo'ldan kelgancha biz ham qarab turmaymiz dedi. Rahmat shu mahalla raisiga. Malades. Qarab turmaymiz degani ham menga juda ham katta kuch berdi.
O'sha uchun aka-ukalar, sizlar nima deysizlar? Mana bugun mana shu videoni qo'yib, ertadan bir hafta, mana shu hafta, bir hafta agar harakat qilayotgan bo'lsak, shu bolacha yashab ketadi aka-ukalar. Qaraysizlar, mustargana bo'lib o'tiribdi. 2 marta chaqirdi, operatsiyaga mablag'imiz yetarli emas edi. Yana qolib ketdi, aytdim, mablag'imiz yo'q aka bizlarda dedim, doktor 2 marta chaqirdi. Kengizar dedi. Mablag' yetarli emasligidan bora olmadik. Endi bu DTSP bilmadim aka-ukalar, bu juda qiyin masala. Iltimos sizlardan, shu bolam sog'ayib ketishga yordam beringizlar, iltimos sizlardan. Bu bolachamni ko'rib turibsizlar. Onasi meni kelajaklarim shular bolalarim. Ishonganim shu bolam, iltimos sizlardan. Yordam beringizlar. Endi singlim, biz mana shu aka-ukalarimiz bilan maslahat qilamiz qo'ldan kelgancha. Endi meni qo'limda emas-da, agar meni qo'limda bo'lganda sizga hozir yordam berib ketgan bo'lardim. Endi biz videoni qo'yaylik, ko'ramiz. Endi men hech narsa deya olmayman. Nima bo'ladi, nima qo'yadi? Ikkita nogiron bolangiz bilan mana bu yerda shuni o'tiribman sizda. Lekin meni ham to'g'ri tushuning. Endi bilmayman nima bo'ladi. Hammasi Allohdan. Allohga tavakkal qilib. Qo'limizdan kelgancha shu. Aka-ukalar ko'rdilaringiz. Men ham hozir bu yerda, lekin bu bilmadim. Iltimos sizlardan yordam beringizlar, men uchun emas, mana shu bolam uchun. Iltimos sizlardan akalar, iltimos. Bu bolachamni ko'rib turibsizlar-ku mana. Oramda ham kelajagim ishonganim shu meni. Bolam sen ham gapir. Iltimos sizlardan akalar. Yordam beringizlar bu qora ko'zimga. Ishonganim shu meni. Bo'ldi, yig'lamang. Bolam aytdi, akalar yordam beringizlar, tez sog'ayib ketay men ham de. Erta bo'lsam soldat bo'laman deyapman. Bo'ldi, singlim, o'zingizni bosin. Iltimos sizlardan yordam beringizlar, qo'ldan kelgancha iltimos, mana shu bolam uchun. Alloh uchun Xudo yo'lida san beringizlar yordam. Endi bizlarda ham hozir qo'limizdan kelgan shuda, agar Xudo xohlasa iltimos hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Siz bilaman, hozir ikkita mana nogiron bolangiz bilan sizga ham qiyin, oson emas, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Inshaalloh nasib bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi. Iltimos sizlardan. Aka-ukalar, mana holatni ko'ryapsizlar. Nima deyishga hayronman. Iltimos, mana shu videoni maksimal darajada tarqatib, bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib, ko'pchilikka yetib borsin. Xudo xohlasa, kommentariyalarga qarab harakat qilamiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.